Farg'onaga 6-etajga mebelimizni boshladik uстановка qilishdi. Teskari qilib yig'sam, tayyorni qoqamiz, shunda tikka qilib eshikni yig'amiz. Maqsad bos. Mana usulni bo'ladi. Xudo xolasa mana davom etyapti. Divanda tagiga mana polg'a qoqlaydigan baquvvat displar chetlari. Ustiga chiqib bemalol yursa ham ko'taradigan baquvvat. Hammaga salom do'stlar, mana 6-etaj Farg'onaga, aeroport yoniga mebel o'rnashtiryapmiz. Sefi mana shkaf o'rtasida. Ikkala chetida sinmaydigan. Devorda tagiga mana butun displar ko'rishlar mumkin. Ustiga chiqib bemalol yursa ham sinmaydigan baquvvat. Buni chetlardan samarali svitinalari 6-etajga dom yo'llayapmiz. Mana do'stlar, o'rnatib oldik. Uстановка jarayonlari bitta. Divonimiz, hamda shkafimiz, termoni stulchasi ham mana ichiga kiradigan qo'ydik. Ikkitadan tortmaga ega bo'lsa, narxini ham aytib o'tib ketamiz. Endi shunday ayollar kiyim tomoni bu. Hamda sefi bor, 4 ta polka. Kastam shunga mo'ljallangan. Shkafi, 2 ta tombichkasi, divani hamda oyoq tomonda to'piga, termoni stulchasi, narxi hammasi bo'lib 7 million so'm bo'ldi. Vodiy bo'ylab dastlabki uстановка ichida bepul ekranda kastam nomeriga aloqa qilib ko'rasizlar. Bittadan like, komment yozib ketasizlar degan umiddamiz.